Savdo bu quruq gap sotish emas, savdo bu mijozingizni muammosini topish va unga yechim berish. Assalomu alaykum, men ismim Sarvar Sayondinov. Men sotuv bo'yicha 8 yillik xalqaro darajadagi ekspertman va o'zim 7,5 mingdan oshiq zelkalarni Hyundai, Skoda, Volkswagen, KFC, Daphne kabi korxonalarda yopganman. Ya'ni 7,5 mingdan oshiq odamga o'zim mahsulotlarimni, xizmatlarimni sotganman. Bugun sizlar bilan sotuvdagi eng muhim narsa haqida gaplashamiz. Bu small talk. Ya'ni small talk ko'pchilik keraksiz narsa deb o'ylaydi, lekin bugun men sizga small talk qanchalik muhimligini va u orqali sotuvlarni qanaqa oshirish mumkinligini ko'rib chiqamiz va albatta buni instrument sifatida sotuvlaringizni oshirishga ishlata olasiz. Bo'lmasa boshladik. Ko'p sotuvchilar muzokara qilayotgan paytida bitta xatoni qiladi, ya'ni tez sotuvni boshlab yuboradi. Ya'ni biz odam emas, balkim sotuvchimiz degan ma'noda boshlab qoladi. Masalan, sizda nechta odam ishlaydi, CRM qo'yasizmi, targetingiz o'zi qachon yonadi, o'zi sizga qanaqa mashina kerak deb sirazi maqsadga o'tib ketadi. Bu orqali nimani bildiradi, bilasizmi? Men sotuvchiman, men odam emasman deganga o'xshaydi. Shuning uchun agar siz small talk qilishni o'rgansangiz, katta ehtimol bilan mijozlarning qalbini zabt eta olasiz. Bu nima degani? Bu men odamman degani. Keling, men sizga qiziqarli statistika haqida aytaman. 67% sotuvchilar mijozlarga oldindan turib nima deyishini bilishmaydi va har safar har xil improvizatsiya qilishadi. Ya'ni bu mijozga boshqacha, keyingi mijozga boshqacha va boshqa mijozga umuman boshqa narsalarni gapirishadi va asosiy maqsadligi faqat sotuv bo'ladi. Lekin juda ham qiziqarli bir hikoya bor, bilasizmi nima? Bu Beatles guruhi haqida. Beatles guruhini bilasizlar, bu juda katta mashhur rock guruhi. Bu guruhdan bir kun savol berishgan muxlislar, sizlar qanaqa qilib bunaqa zo'r improvizatsiya qilasizlar degan paytda Beatles guruhining bitta solisti javob qaytaradi: biz hech qachon improvizatsiya qilmaymiz. Biz hech qachon improvizatsiya qilmaymiz. Biz har safar har bitta notaga tayyorlanamiz. Ya'ni siz ham hech qachon mijozlarga improvizatsiya qilib, o'zingizni nimadir know-how qilaman deb o'ylamay, har safar tayyorlaning. Sotuv bu sport. Sport bilan doimiy tarzda shug'ullanish kerak va texnikalarning ustida ishlab borish kerak. Small talk bu nima? Small talk bu kichik suhbat degan, ya'ni umumiy mavzu degan. Ko'pchilik sotuvchilar asosiy katta muammosi bu o'zini sotuvchi pozitsiyasiga qo'yib olish. Ya'ni men sotuvchiman, siz mijozsiz va men sizga hozir narsa sotaman. Bu yomon holat, bu yomon priznak. Bu mijozni qo'rqitadi va mijoz bundan katta manfaat borligini biladi sotuvchiga va katta ehtimol bilan o'zini yopib oladi va nimaga kerak o'zi, qachon kerak degan savollarni beradi va sizni qiynashni boshlaydi. Keling, men sizga o'zimni eng kuchli texnikamni o'rgataman. Bu odamlardek gaplashish. Ya'ni har qanday mijozni siz odamni biling va ularni o'rganishni boshlang. Keling, men sizga sodda, jaydarchasi tushuntirib beraman. Small talk nimaligini. Bu qanaqa narsa? Ko'pincha taksi ushlaymiz, to'g'rimi? Taksi ushlaygan paytimizda biz manzilga yetamiz, pulni kelishamiz va taksiga o'tiramiz. O'sha paytda katta ehtimol bilan taksist nima javob qaytaradi sizga? Ya'ni suhbatni boshlaydi. Kunam isib ketdi, kunam sovib ketdi, yomg'ir yog'vordi va gapirma o'zi ham bugun dam mashinani kamayib qoldi deb boshlaydi. Bu aynan small talk, ya'ni men bilan gaplash, men odamman degani. Ya'ni u siz bilan ish borasida gaplashmaydi. Chunki ish borasida nima? Uni ishi bu lokatsiyaga borish, to'g'rimi? Qayerga boryapsiz, nimaga boryapsiz, qachon boryapsiz deb savol bermaydi-ku, to'g'rimi? U umumiy mavzu haqida gaplashadi va bu mijoz bilan odamning orasidagi munosabatni yaxshilaydi. Yana bitta qiziqarli statistika. Agar siz har qanday mijoz bilan 10 daqiqa small talk qilsangiz, bu sizni sotuv ehtimolligingizni 15% ga oshirar ekan. Ya'ni to'g'ri small talk bu mijozlarning sizga nisbatan ishonchini oshirishga yordam beradi. Bu qanaqa bo'ladi? Masalan, eng zo'r narsa. Siz biror bir korxonaga borasiz, agar siz B2B ishlayotgan bo'lsangiz, siz korxonaga borasiz va korxonaga borgan paytda aytishingiz mumkin, bu bino bo'lishi mumkin. Bino chiroyli qilib qo'yibsizlar, remont chiroyli qilib qo'yibsizlar degan paytingizda mijozingiz aynan shu borasida gapirishni boshlaydi. Ya'ni bu hech qanday e'tirozlarsiz suhbatga kirish degani. Ya'ni odamlar bo'ladi, biz yopiq odamlar bo'ladi. Xo'sh, nima kelding? Nima kerak sizlarga? O'zi nima qilgansizlar deb savol beradi. O'sha paytda odamni ochib olish kerak. Va ochib olish uchun eng zo'r texnika bu small talk. O'zi qanaqa bo'ladi? Masalan, men odatda mijoz bilan gaplashayotgan paytimda, agar mijoz telefon orqali bo'lsa, men telefon orqali nima savol beraman? Aka, qayerdansiz deyman. Ya'ni bu sotishimga emas, bu mijozni o'rganishimga va mijoz bilan munosabatim yaxshilashimga yordam beradi. Masalan, agar mijoz men Xorazmliman desam, necha kishilar deyman, jallimi deyman-da, qachon bunaqa yeymiz, bir tuxum baraka yeymiz deyman. Ko'rasiz, bu munosabat urishga yordam beradi. Hech qanaqa sotishga emas, tushunasiz? Shuning uchun eng muhim narsa bu mijoz bilan umumiy mavzuga gaplasha olish. Buxoroda ko'proq tojikchada gapirishadi, Samarqandda ham ko'proq tojikcha tushunishadi. Men aytaman, tojik medonam deyman. Da medonam desa, men kam medonam deyman. Ya'ni hech narsa bilmayman, o'z ikkita so'zni bilaman, lekin shuni ham ishlataman small talk uchun va bu narsa mijozga munosabat o'rnatishga yordam beradi. Endi qanaqa bo'ladi? Masalan, siz B2B ga bordingiz, masalan, biznes egasi bilan gaplashib o'tiribsiz, o'sha paytda savol berasiz. Aka, bu biznesga qanaqa qilib kelgansiz o'zi?
Ya'ni u odam boshida gapirib beradi-yu, men o'zi 2005-yilda mana boshlaganman deydi va bu u bilan munosabat o'rnatishga yordam beradi. Men sizga hozir Small Talk'ga idealniy hikoyasini tushuntirib beraman. Bu qanaqa hikoya? Bu real voqea bo'lgan. Qanaqa bo'lgan? O'zbekistondan Turkiyaga 4 ta konteynerda ipak yuborilgan va 3 ta konteyner sotilganda bitta konteyner barak chiqib qolgan va sotilmasdan qolib ketgan. U yoqda asosiy mijoz bu tekstil korxonalar bo'lgan. O'sha paytda o'sha biznes egasi, O'zbekistonning biznes egasi o'zi Turkiyaga borib sotib kelaman degan. Va birinchi navbatda Turkiyaga borib u nima qilgan bilasizmi? Bir hafta davomida faqat televizor ko'rib o'tirgan. Nimaga desangiz, bir hafta davomida turklar nima haqida gaplashadi, nima ularga qiziq, ko'proq qaysi mavzuda ular munozara qiladi, muzokara qiladi, shuni o'rganib olgan. Turklar asosan ikkita mavzuda juda qattiq gaplashishni yaxshi ko'rishar ekan. Birinchisi siyosat, ikkinchisi futbol haqida. Va buni o'rgangan odam bildiki, Turkiyada asosiy 4 ta jamoa bor ekan. Bu Galatasaray, bu Fenerbahçe, bu Beşiktaş, bilmayman 4-chisini. Va yana 5 ta partiya bor ekan. Bu Adolat partiyasi bilmayman. Ular o'zining partiyaligi bor ekan. Siyosat bo'yicha 5 ta partiya, asosiy 4 ta komanda bor ekan. Mana shu 4 ta komanda haqida yaxshilab o'rganib chiqadi. Qaysi o'yinchilar o'ynayapti, treneri kim, qanaqa titullarni yutgan va partiyani asosiy nomzodlari kim hozir, nima mavzuni oldinga surishyapti, shuni o'rganadi. Va o'sha Turkiya shahrida, Istanbul shahridagi eng katta tekstil zavodiga uchrashuv belgilaydi. Va uchrashuvga borganda uchrashuvga 15 daqiqa oldinroq borishadi. Va borganlaridan keyin birinchi navbatda kotibaga ikkita savol beradi. Birinchisi shef, ya'ni bu kompaniyaning rahbari shef qaysi partiyaga a'zolar deydi. Bu yopiq ma'lumot emas, to'g'rimi? Bu yerda hamma oshkor qiladi bu narsani, aytadi Adolat partiyasiga. Tushunarli. Ikkinchi savol, bizning shefimiz qaysi komandani muxlislar degan paytda Beşiktaş deb aytadi. Zo'r, rahmat deydi va sekin-mingina hojatxonaga kirgan paytda hojatxonaga kirib kastimni ochadi. Kastimni ochganlar ichida 4 ta komandaning sharfi turgan bo'ladi. Sharf bilasizlar, futbolistlarning sharfi bo'ladi, o'zim olib yuradi-ku. O'sha sharf 4 tasini turgan bo'ladi, 3 tasini tashlab yuboradi Misrga va 4-tinchisi Beşiktaşchi sekin bo'yniga qo'yib qo'yadi. Va cho'nchigidan 5 ta partiyaning zinchirlarini oladi. Va 4 tasini tashlab yuborib, Adolat degan zinchir partiyani, aynan o'sha shefa partiyasini qadab qo'yadi kastimga. Shundan keyin uchrashuv vaqti bo'ladi. Uchrashuv kelgan paytda, shunday eshik ochilishdan kirib kelgan paytda, assalomu alaykum degan paytda shunday qarab ko'radilar, shef o'zi, ularning partiyalari, ularning komandalari, wow, faqat shu partiya haqida, faqat shu komanda futbol haqida 2 soat gaplashishadi. 2 soat tinmasdan shunga gaplashsa, qattan bilsam bunaqa narsani o'zbek bo'lib turib Turkiyaga deb rosa qiziqib gaplashishadi. Va 2 soatdan keyin turk savol beradi. O'zbekga qarab, aytadi, nimaga kelding o'zi bu yoqqa, O'zbekistondan Turkiyaga kelsa, o'zbek aytadi, men bitta konteyner ipagim bor edi, o'shani sotmoqchi edim deydi. O'sha paytda hop nech pul endi? O'zi $7 bersa rozi bo'lib turgan odam $10 to'g'radi. $10dansa bo'ldi deydi, kotibani chaqiradi, olib qollaring deydi, bo'ldi. Ya'ni asosiy sotuv 2 daqiqa bo'ladi. Va undan keyin kechqurun sen bilan bir balluxo'rlik qilamiz, endi gaplashamiz deb, shu bilan ikkinchi uchrashuvga ham taklif qilib, uchrashuv tugaydi. Ko'rasiz, Small Talk'ning asosiy vazifasi nima? 2 soat siz samarasi bo'ldi deb o'ylaysizmi? Yo'q, bu 2 soat faqat munosabat o'rnatildi. Odam bir-biriga ishondi, bir-birini ko'rdi, chiniqdi va bundan keyin sotuv juda oson bo'ladi. Nimaga siz o'zingizni do'stingizga sotchingiz ancha oson. Nimaga qarindoshlaringizga biror bir narsa sotchingiz ancha oson? Chunki ularning orasida sizda ishonch bor va bu ishonch yillar davomida paydo bo'lgan. Agar siz ham mijozlaringiz orasida ishonchni oshirmoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda unga va sizga qiziq bo'lgan mavzularga gaplashishingiz kerak. Masalan, men bitta o'zimning do'stim bor. Mijozim va do'stim do'st bo'lib ketganmiz. O'zi boshida mijoz bo'lganlar, ular otlarni yaxshi ko'radilar va faqat ot mavzusiga gaplashishga yoqadi. Lekin men otni umuman tushunmayman, umuman qiziqmayman otlarga, lekin aynan shu mijozim va do'stim uchun men otlar haqida o'rganishni boshladim. YouTube'da har xil ma'lumotlar ko'rdim, otlarning turlari, ularning narxlari qanaqa bo'ladi, nimaga qarab farqlanadi, yuguradigan otlar qanaqa, hashaki otlar qanaqa, sakraygan otlar qanaqa, hammasini o'rganishni boshladim. Nuqul borsam aynan shu ot mavzusiga gaplashish uchun. Ya'ni mijozga ham bu qiziqarli, menga ham qiziqarli bo'ladi va umumiyda bir-birimizdan tilimizni topishimiz ancha oson bo'ladi. Shuning uchun aynan shu mijozimga men otlar haqida gaplashishni yaxshi ko'raman. Va albatta unaqa mijozlar ko'p, yana bitta mijozimiz borlar, tennis yaxshi ko'radilar. U tennis rost jinnisilar, aynan shuning uchun men tennislarni ko'proq ko'rib turaman. Tennisni
kimni yutyapti hozir, chempionatda kim birinchi o'rin olyapti, kim katta dubulg'ani yutdi, kim Roland Garrosni yutdi, hammasini o'rganib boraman. Aynan shu mijozim bilan shu tennis mavzusida gaplashishim uchun. Bu hammasi munosabatda yaxshilashga yordam beradi. Agar sizga aynan small talkdan tashqari mijozlarning ehtiyojini aniqlash, to'g'ri taqdimot qilish, qiymat berish, e'tirozlar bilan ishlash, dajim qilish qiziq bo'lsa, men 3-4 may kunlari webinar qilaman. Webinarimda aynan shu mavzularni ko'taramiz va unga yechim beramiz va o'rtacha konversiyangizni 2 baravarga oshish usullarini ko'rib chiqamiz. Agar bu sizga qiziq bo'lsa, video ostida Telegram kanal bor, Telegram kanaliga o'tib oling va 3-4 may kunlari siz bilan ko'rishamiz. O'rtoqlar, bugungi darsimiz tugadi. Agar sizga darsimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, do'stlaringizga yuborib qo'ying va kommentariyada yana qanaqa instrumentlarni bilish qiziq buni yozib qoldiring va keyingi darslarda aynan sizning muammolaringizni yechim qilib dars etaylikmiz. Keyingi uchrashuvda ko'rishguncha salomat bo'ling. Barcha davrlarni eng zo'r sotuvchilar.